Samskiy vizajist kursimizni bugun birinchi darsi bo'lib o'tdi. Har doimgidek men yuz parvarishi va hud va sredstvalarni birma-bir ingredientlarigacha, qaysi yuz turiga, qaysi vosita, qaysi sostavdagi vositalar to'g'ri kelishini to'liq o'quvchilarga o'rgatdim va o'quvchilarimni praktika qilish uchun har bitta mahsulotni kosmetika magazinlaridan qanday tanlash kerak, qanaqa sostaviga qarash kerak bilan o'rgatib, bir-birligiga konsultatsiya qilishni va bir-birlariga vosita yig'ishni o'rgatdim va ularni har bitta yig'gan kosmetikalarini, kremlarini birma-bir tahlil qildik. To'g'ri yig'ishdimi, noto'g'ri yig'ishdimi? Undan tashqari men har doim darsimda original va podelkani ajratishni, dekorativ kosmetikalarni to'g'ri xarid qilishni, albatta har birini rangi nima uchun bunaqa rangda, qanaqa vazifani bajaradi, barchasini to'liq o'rgatman. Kursimda qatnashgan har bir qiz birinchi kunni o'zidayoq to'g'ri hud qilishni, original bilan podelkani ajratishni, vositalarni to'g'ri ishlatishni, yuz parvarishini, bundan tashqari o'ziga ham, yaqinlariga va dugonalariga ham hatto yuz parvarishini qilishni o'rganishadi. Agar siz ham mening kursimga yozilishni xohlasangiz, plyus belgisini qoldiring.